Shimoliy Koreya bilan o'yin bizni ozgina qo'rqitib turgandi. Sababi bizgacha ular hamma raqibini yirik hisobda yutib kelyapti uni. Bu armiya, ular soldatlar hammasi ko'rib o'yinlarini ko'rib chiqib o'ylanib turgandik. Keyin ularni faqat ruhiy holatdan izdan chiqarish mumkin-da endi. Qanaqadir ularni o'sha ruhiy holatdan izdan chiqarish uchun nimadir topishimiz kerak edi. O'yin bo'yicha qiynalardik. Bizda Abbakir bor. Qimir bola. Shuni chaqirib, Bakirni shundan qizil oldirish kerak dedim. Shag'ashiga tegishi kerak, ulardan qizil olish kerak dedim. Unda oldin bolalardan so'radim. Bolalardan shunaqa narsa qilish kerak, buni kim qiladi yaxshi? Sen hammasi Bakirni ko'rsatdi. Bolalar ham bilishadi. Bu o'zi shunaqa komandaning niqasi. Keyin nima qilasan? Lekin var bo'ladi, o'zing ham qizil olmaysan. Xotir olmaylar bo'ldi dedi. Keyin lekin qara qizil olma, o'zing ham qizil olib qo'yma. Nimadir qilgan, shu u qizil olsin yoki sariq olsin. Biz provokatsiya qilish kerak. Keyin bo'pti bir payt o'yin ketyapti. Bittasi Bakir bittasini oldida turibdi, buni oldida turibdi. O'zidan o'zi sudya ringa Shimoliy Koreya o'yinchisiga sariq berdi. Bu hech narsa qilgani yo'q. Keyin Bakir hech narsa qilmadi, qarab qo'ysin. Keyin bir pas turib o'sha sariq olgan, ikkinchi sariqni olib qizil olib chiqib ketyapti maydondan. O'yindan keyin nima qilding? Mayka desam, bu yerda yaxshi chisnoylardan kelib oldiga borib kekirdim deydi. U kekirgandan keyin uni urib olgan, itarib olgan, sariq olgan. Shunaqa harakat qildik, shunaqa qilib o'yinni o'ldirishga. Boshqa ularga qarshi imkoniyatimiz yo'q edi.